Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Pinterest ilovasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Nimaga kerak bu Pinterest ilovasi o'qituvchi uchun? Avvalo o'sha Pinterest ilovasini o'rnatasiz. O'rnatgandan keyin ichini ochib ko'radigan bo'lsangiz, siz uchun barcha kerakli narsani qidiruv tugmasi orqali ham qidirib topsangiz bo'ladi. Masalan, tarixmi, geografiyami, hozir eng ommalashayotgan o'quvchilar o'rtasida scrapbooking. Bu scrapbookingni o'quvchilar hamma fandan tayyorlasa bo'ladi. O'zlari ham maza qilib, zavqlanib tayyorlashadi. Pinterestda buni tayyorlash uslublargacha ko'rsatilgan. Hattoki qanday qilib, qaysi rasmlardan foydalansa bo'ladi va bu rasmlarni ham bevosita berilgan. O'qituvchi o'zi ko'rgazmali qurol yasaganda ham bu Pinterestdan juda ko'p narsani olsa bo'ladi. To'g'risi men tarix fanida loyiha ishlarini yaratishda ko'proq mana shu Pinterestdan qidiring deb o'quvchilarga beraman, tavsiya qilaman va sizlarga ham shuni tavsiya qilib o'tmoqchiman. Hamma fanga ketadi. Bu nafaqat tarix, balki ingliz tili, ayniqsa geografiya bo'yicha juda ham ko'p narsalari bor. Har xil rasmlar, mana hozir videoda ko'rib turganingizdek hamma narsalarni topish mumkin. Ya'ni loyiha ishlarida, ko'rgazmalarda o'zingiz ham mana shu qiziqadigan o'qituvchilar bo'lsa kerak, scrapbooking qilishga, shular orqali maza qilib darslaringizni chiroyli tashkil qilsangiz bo'ladi. Umid qilaman bu videomiz juda ham sizlar uchun manfaatli bo'ldi deb. Bizni kuzatishda davom eting va yozib keting, siz yana qanday ilovalardan foydalanasiz? O'qituvchi uchun yana qanday ilovalarni tavsiya qila olasiz? Keyingi videomiz Canva ilovasi haqida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.